Nu do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan men o'sha telefondan Nastroyga kanali. Bugungi videoda biza YouTube'da so'zlashga ko'rib o'tamiz do'stlar. Ya'ni YouTube stilida so'zlab olamiz do'stlar. Buning uchun biza nima qilishimiz kerak? Hozir bu video davomida ko'rib olasizlar do'stlar. Videoni maroqli tomosha tilayman. Oldingizga yeb ichishga biror narsa olib kelib olinglar do'stlar. Masalan biza YouTube kanalimizga Telegram kanali yo Instagram kanalimiz qo'shmoqchi bo'lsak do'stlar, YouTube studioga kirib, havola qo'shishga topa olishimiz zarur do'stlar. Va shunga kirib olib do'stlar, botdan Telegram kanalingizni shuni Telegram kanalim deb yozasiz botga. Telegram kanalim deb qo'ysangiz, bu siz Telegram kanalingizga obuna bo'lishlari mumkin YouTube'da. Endi URLga bundoq qilish mumkin do'stlar. Masalan, Telegramga kirasizlar, o'zlaringiz qo'ygan, ya'ni hozir ko'rsatuvda do'stlar ko'rasizlar. Uzr do'stlar, mana telefon настройка deb yaratilgan meni kanalim, bitta obunachim bor. Telefake t.b tish tayoqcha telefake. Hozir shu narsani yozib olamiz do'stlar biza. Keyin bizning Telegram kanalimiz YouTube'ga ulanadi. Do'stlar, mana yozib ham olyapmiz do'stlar. nokta m deb yozamiz. Qiyshiq tayoqcha va telefake deb yozamiz do'stlar. Telefake ekan, to'g'ri do'stlar. Telefake deb yozib olamiz. Telefake deb yozib olamiz. Va to'g'rimi tekshirib ko'ramiz. To'g'ri ekan. Keyingisini bosamiz do'stlar. Endi esa buni teparoqqa ko'taramiz do'stlar. Ya'ni kattalashtiramiz. Mana bu yerda chop etish degan tugmacha bor. Shu chop etish degan tugmachani bosamiz do'stlar. Agar shu narsani bossangiz, sizning kanalingizga havolangiz kiritiladi do'stlar. Keyingi nastroykani boshlab o'tamiz do'stlar. Keyingi nastroyka monetizatsiya. Monetizatsiya bizga menimcha hozircha shart emas, menimcha, yoki shartmi? Hozir qilib ko'ramiz. Nimadir deykanmi? Hududingiz monetizatsiyasi ishlamaydi. Siz turgan joyda O'zbekiston YouTube hamkorlik dasturi ishlamaydi deb yozib qolibdi do'stlar. Buni o'zingiz boshqalardan ko'rib tahlil olishingiz mumkin do'stlar. Monetizatsiyaga ulab olishingiz mumkin. Unda biz keyingisiga o'tib ketamiz do'stlar. Bu yerda videolarimiz rekka chiqishlari ko'rishimiz mumkin do'stlar. Bu yerda muallif huquqi hech qachon yo'q. Mening kanalimda muallif huquqi yo'q. Lekin menda ayrimlar chopyapti do'stlar. Shu chopganlar uchun iltimos mening kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Chopyaptilar mendan. Xo'p, iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Bu esa videolarimizni o'zimiz ko'rsak bo'ladi. Illustratorlarni hammasidan ko'rsak bo'ladi. Kanal taglar anaqa nima edi? Ismlarida polni ismini ko'rmagan bo'lsangiz. Ana endi do'stlar, mana bu yerda kanallaringiz bor. Bu yerda fikr yoziladi-ku sizga. O'shanga javob berish tugmachasini bossangiz, javob yozish bo'lsangiz, javob berasiz. Birinchi videomda shu anaqa nima edi? Shu birinchi video. Kanal statistikasi. Mening kanalim juda yaxshi do'stlar. Oxirgi kun ichida 18 odam qo'shilgan. 195 tomoshalar. Kimlardir qo'shilgan yana nimadir. Короче do'stlar, 18 ta obunachi kelgan. Avvalgi 28 kun ichida. Do'stlar, mana keyingi so'zlashga ham o'tib olamiz hozir do'stlar. Do'stlar, endi keyingi so'zlash yo'q do'stlar. Video shu joyda tugaydi do'stlar. Iltimos kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan men bo'ldim. Hamma xayr, sog' bo'linglar.